Bugün Şörgül mahallemizga, Şörgülümüzga, qishlog'imizga 4 ta qishloqqa ichimlik suv keldi. Ochilish marosimi bo'lyapti. Oldin bizada Şörgülda shu 4 ta qishlog'imizda suv yo'q edi. Hozir 4 ta qishloqqa ichimlik suv keldi. Oldinlari bu havuzlarga to'ldirib suv qo'yardik. Chashib ichardik. Endi bu muammolarimiz hal bo'ldi. Mana shu sohilimizni 35 yiliga bizga katta bir sovg'a bo'ldi-da bu ichimlik suvi. Ana endi shu yerimiz doim yurtimiz obod bo'lsin, yildan yilga obod bo'lib, shu ko'rkam bo'lib, qishlog'imiz chiroyli bo'lsin. Bularni sabab barchasini boshdan muhtaram prezidentimizni bu boshchiligi, mana bu rayot rahbarlarimiz, viloyat rahbarlarimiz yordamida mana shu suvimiz kelib, ichimlik suv kelib, bizni Sho'rko'l xalqi aholisi xursand. Mustaqilligimizning 35 yilligini arafasida meni qishloqlarimizga suv keldi. Sho'rko'l hududiga suvning birinchi kelishi. Suv yo'q edi. Mashin bilan tasib ishatmaydik. Kashalkadan, ariqlardan ishardik. Bunda Xudoga shukr. Yangi O'zbekistonimiz meni suv kelib, barliq fuqarolarimiz rozi bo'lyapti. Har yerimizga suv bordi. Xudoga shukr. Rahmat. Prezidentimizga rahmat. Tuman akimimizga, viloyat akimlariga, suv ta'minotida ishlayotgan barliq xodimlarga rahmat aytamiz.